Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yoruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Tövəndə diqqətinizlər 20-ci əsr Uyğur tarixidəki böyük ictimai islohotchi, yeni ma'rifchilik harakatining bayroqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domollamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. 19 əsrinin axırqı yıllarında Abduqodir Domollamның özü 10 yillab ilm təhsil qılğan və domollalıq mərtəbəsiga erişkən Buxara mədrasələri toğruluq tənqidi qarashqa kelishi şu davrning sharoitida inqilob xarakterlik fikr uyg'onishi hisoblanadi. U 1899 yili Buxorodagi o'qishini tamomlaganda islom dunyosida maydonga kelgan islohchilik cho'qonlari va Ismoil G'osbirali qo'zg'agan jadidchilik harakatining cho'nqur ta'siriga uchirgan edi. Shunga uningda Buxoro madrasalaridagi asrlar bo'yi davomlashib kelgan usuli qadim metodiga, vaqtni zoya qiladigan hoshiyaxonlikqa, o'qitishdagi dogmachilik və fikir qatmanlığına qarta küçlük gumon və suallar paydo bo'lgan edi. Turkiya Egey Universiteti, Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori, Uyğur Akademiyasının rəisi Alimcan İnayət əpəndi, Abduqodir Domollamның ictimai islohotchilik g'oyalariga intayin diqqət qilgan bilim odamlarining biri. U Abduqodir Domollamның ədəbi bir musahibə namlıq əsərdəki bayonlarga asosan uning Buxorodagi o'qishning oxirgi mezgillərində qandaq qilib qadimiyatchilarning chambiriga va fikr qatmanligidan qutulib chiqqanligi, qandaq jarayonlar bilan keskin bir jadidchiga aylanganligi, shuningdek bu jarayonda uningga ta'sir qilgan omillar haqida mundoq deydi. Abdülkadir Damullan özünün ədəbi bir muhasebe namlıq yazmasında bu haqda mundaq deydi. Buxaradakı fikir muhitidən zəhirlənən aql və fikrimnin şifası büyük alimlardan İbn Şamiye, Kayyum Cuziye, Cemalettin Əfqani, Şeyh Muhammed Abduh və Reşit Rıza Həzrətlərinin əsərlərini oxuş və bu əsərlər üstündə fikir yürgüzüş və hazırki tərcüman, Vaqt, Şura qatarlıq paydalıq gazet və jurnallarını oxuş boldu. Bu paydalıq əsərlərini oxuğan insanın vicdanı konidən yüz örüb islahat və tərəqqiyat yoludan qaytmaz. Amerikada yaşayotgan yosh Uyg'ur ziyolilaridan Taran Uyg'ur apandimi Abduqodir Domollamning ayni yillari keskin bir islohotchiga aylanishida hem Jamoliddin Afg'oni qatorliq islom dunyosidagi islohotchi o'limalarning hem tatar jadidchilarining ikki taraflamalik ta'siriga uchirganligini tilga oladi. Abduqodir Domollam Buxorodagi fikr qatmanligininki zahrini tozalash, shundaqla ayni chog'da qanmagan ma'naviy tashnaligini qondirishda ikki manbaga murojaat qilganligini yozadi. Bulardan biri islom dunyosidagi islohchi ulamolardan Ibn Taymiya, Ibn Qayyum Javziya, Jamoliddin Afg'oni va Shayx Muhammad Abduhad qatorliqlarninki ilg'or fikrlari. Yana biri bo'lsa, ayni chog'da Qozon, Orenburg va Ufa qatorliq shaharlarni markaz qilib nashr qilingan jadidchilik harakatininki avangard matbuotlardan bo'lgan Şura, Vaqt, Tarjimon qatorliq gazet jurnallardagi ilmiy munozaralar shundaqla islohotchi ideyalardan iborat. Abduqodir Domollamning o'zimi Shura jurnalining 1916-yillik sonlarida e'lon qilingan adabiy bir musohiba nomli asarda o'zining Buxoro madrasalaridan zaharlangan fikr talqinlarining shifo tepishiga islom dunyosidagi islohotchi mutafakkirlarning asarlari bilan tarjimon, Vaqt, Shura qatorliq gazet jurnallarning malham bo'lganligini eskartib o'tdi. Buxoroda xiva xoliqidan zaharlangan aql va fikrimning shifo topmoqligiga yana bir sabab. Buyuk olimlardan Ibn Taymiya, Ibn Qayyum Javziya, Jamoliddin Afg'oni, Shayx Muhammad Abduhay hazratlarining asarlarini mutolaa, mulohiza qilmoq va zamoni hozirdagi tarjimon, Vaqt, Shura kabi foydali gazet jurnallar maslaklariga mutabiat aylamak bo'ldi. Halbuki Abduqodir Domollamning ijtimoiy islohot va ma'rifni yangilash tashabbuslari Qashqadagi mutaassib ulamolar va yuqori qatlamdagi bir qism boylarning qattiq qarshilig'iga duch keladi. Asrlar bo'yi davomlashib kelgan an'anaviy madrasa ma'rifi va uning qetib qolgan o'qitish metodini yangilash osonga tushmaydi.
Abduqodir Domollamning bu zamon g'aflat va uyqu zamoni emas, balki uyg'onish va ilm ma'rifat zamonidir degan xitoblari javobsiz qoladi. Amalsiz qolgan Abduqodir Domollam 1907-yili vatanni tark etib, islom dunyosiga sayohatga otlanish majburiyatida qoladi. Abduqodir Damullan Buxoroda 8 yil o'qib, 1899-yili Qashqarga qaytib kelgan. U Buxorodagi 8 yil jarayonida O'rta Osiyoda kun sayin kengayib va cho'nqirlashib berayotgan o'sha jadidchilik harakatining kuchli ta'siriga uchragan. U Qashqardagi xonlik madrasasida bir muddat dars bergan. Bu jarayonda usuli qadim ma'rif tuzumi bilan usuli jadid ma'rif tuzumini birlashtirishga tirishgan. Lekin uning faoliyatlari mutaassib kuchlarning qattiq qarshiligiga uchragan. Buning natijasida Abduqodir Domollam 1907-yili Qashqardan ketish majbur bo'lgan. Abduqodir Domollam haj qilish uchun Makkaga borgan. Qaytish safarida Qohira va Istanbulga yo'l o'tgan. Taran Uyg'ur әпәндімі Abduqodir Domollamның 1907-yili haj tavobidagi berish bahonasi bilan vatandan ayrilishning tub sababi Qashqardagi buruqdum havodan siqilgan vujudini taskin topqizish, islom dunyosidagi yangiliklar va islohotchilik harakatlarining natijalarini o'z ko'zi bilan ko'rish hamda uningdan ma'naviy ilhom va energiyaga erishish ekanligini ta'kidlaydi. Abduqodir Domollo o'zining Buxoro va Qo'qondagi o'qishlarini tamomlagandan keyin Qashqarga qaytib bir mazgil madrasada mudarrislik qildi. Shundaqla ayni chog'dagi Uyg'ur jamiyatini kuzatdi. Qashqarda yanada xurofot va mutasassiblikning nodonlik va ko'nillikningki mutlaq ustun o'rinda ekanligini ko'rdi. Shuning uchun haj farzini ado qilish munosabati bilan xalqaro vaziyat, jumladan islom dunyosidagi islohot va yangicha ma'rif harakatlarininki yangi yuznashlardan xabardor bo'lish maqsadida 1907-yilga kelganda haj safariga otildi. Abduqodir Domollam o'zining shu qatimliq islom dunyosiga qilgan sayohati va bu jarayonda ko'rgan bilganlari haqida tarjimol xarakterlik asari adabiy bir musohibada mundoq deb yozadi. Hijriya 1324-yili Muborak Haj Baytulloh safariga niyat qilib, haj ado bo'lgandan keyin Istanbulda 2 oy turib Misrga bordim. U yerda Tatar talibalarining yo'l ko'rsatishi bilan Risht Rizo janoblari, Allivo majmuasining sohibi va mudir Mustafa Komil, Sayyid Muhammad Apandi va oliy janoblarning musohibalaridan tajdid, ya'ni yangilik va isloh to'g'risida oliy fikrlar kasb qilib Misrda 2 oy istiqomat qildim. Bas, uningdan keyin vatanimga qaytib, aholini taraqqiyotga va tajdid, islohotga dalolat qilishga boshladim. Taran Uyg'ur әпәндімі Abduqodir Domollamның 2-chi qatim vatanga qaytganda nihoyat zo'r ijtihod va qizg'inlik bilan o'ziga ta'sir qilgan 2-chi manba, ya'ni Tatar jadidchilarining matbuotlarida asosiy tema bo'layotgan usuli jadid metodini keng yeyishga tirishchanlik ko'rsatganligini ta'kidlaydi. Abduqodir Domollam o'zi shundaqla o'zi tarbiyalayotgan shogirdlarninki ko'ninchi ma'rif uslubidan voz kechib islohot yo'liga dodli qadam besishda ikkinchi manba, ya'ni ayni chog'dagi jadidchi matbuotlarninki intayin muhim rol o'ynaganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Abduqodir Domollam bu qatimliq islom dunyosiga qilgan uzun sayohatidan qaytib kelgandan keyin Qashqardagi taliblarga usuli jadid metodida dars berishga boshlaydi. Shuning bilan bir vaqtda ularga yana tarjimon, vaqt, shura qatorliq tatar jadidchilari nashr qilayotgan gazet jurnallarni o'qishni tavsiya qiladi. Uning Qashqarda maktab va madrasalarning dars programmalarini isloh qilish yo'lidagi bu dodil qadami mutaassib ulamolarning har tarafdan qilgan qattiq besimiga duch kelib, uni yana bir qatim vatandan ayrilishga majbur qiladi. Ziyoli shogirdlarga tafsir, hadis, ilmu amoyilardan ta'lim bermoqdaman. Bu shogirdlar Shura, Vaqt, tarjimon qatorliq jurnallarni kamoli zavq, shavq ila mutolaa qilmoqdalar. Bu foydali asarlardan bahravar qilgan kishining vijdoni ko'nlikdan yuz o'rib, islohot taraqqiyot yo'lidan qaytmas. Oxir bu dalolatim vatandan ayrilishga sabab bo'ldi. Qadrlik radio anglovchilar, yuqorida Abduqodir Domollamning hayoti va uning kurash yo'liga berishlangan maxsus radio programmasining 4-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglitishimizning oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.